Roshni xushxabar. Ish qidirib yurgan aka opa-singillarimizga bizda yana ish bor. Rossiyaning Podolsk, Pushkina, Domodedovo va Noginsk, Solnechegorsk rayonlarida hamma uchun ish bor. Ham erkaklarga, ham ayollarga. 18 yoshdan 45 yoshgacha. Ish ruskiy firmada, Skaladda faqat ofitsialniy ish. O'shaning uchun faqat Moskovskiy oblast dokumenti bor bo'lishi shart. Ishimiz Skaladda kompletoshik vakansiyasi. Oyliklari bez, abyom hozir hech qayerda qolmadi. Faqat abyomlik, ya'ni kuniga 3,5 ming 4 ming rubldan 7 ming rublgacha. Ya'ni oyligi 110 ming rubldan 180 ming 170 ming rublgacha. Oyligi bir oyda 2 marta, har hafta 5 ming rubldan avans, yotoq beradi, registratsiya, borib kelish formalar beradi. Qaysidir joylarda bu narsalar tekin bo'lishi mumkin, qaysidir joylarda pulli bo'lishi mumkin. Chunki 5 ta katta skalad, 5 ta rayonda. Hammasining usloviyasi bir-biriga o'xshash, lekin qaysidirlarda nimadirlar bepul bo'ladi, nimadirlar pullik bo'ladi. Bu haqda to'liq ma'lumot olish uchun mana ekranda bir emas, 2 ta nomer qo'yaman. Olga hamda Tatyana. Ruskiy firma, tushundinglarki, ruscha gaplasha olish kerak. Hech qanaqa posrednik yo'q. Oyligiga aldamaydi. Shuning uchun rus tilidan xabari bor, 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklar ekrandagi nomerga srochniy telefon qilinglar. Chunki joylarimiz soni cheklangan. 5 ta gorodda oblast patent bormi? Rus tilidan xabaringiz bormi? Ekranda nomerda Telegram, WhatsApp bilan ulangan. Bemalol telefon qiling, to'liq adres oling, hozir borib ishni boshlayvering. Mana shunaqa ajoyib yangiliklarda videomizni maksimal like bosib, kengroq tarqatib qo'yasizlar degan umiddaman.